dron orqali bug'doylarga dori sepilyapti. Kechki soat 11:20. 1 gektarni 200 mingdan qilayotgan ekan. Servisni apparat bilan boshqarular ekan. Bundan funksiya Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, dehqonlar, chorvadorlar. Bugun 19-aprel, Buxoro viloyati Romitan tumanidan video olib boryapman. Soat 11:20 atrofida qishloq xo'jaligida foydalanadigan so'nggi texnologiyalari bizlarda ham yetib keldi. Mana o'zimizning qishloqdagi fermerlar bug'doylarni dorlash uchun so'nggi texnikalardan foydalanyapti. Dron orqali bug'doylarga dori sepilyapti. Bu dron bilan sepilayotgan dorilarning qishloq xo'jaligida ancha hosildorligini ko'paytirishga yordam beradi. Agar shu masalan texnika bilan, traktor bilan sepsangiz agar qancha bug'doyni bosib zarar keltiradi fermerga. Hozircha bu bug'doylar bosh chiqarib kelyapti. Endi zang kasali, shunaqa o'tgan yil shilliq qurt, shunaqa bir shirincha kasallik bosganda shularga qarshi dori qilinyapti. Kechki soat 11:20. 1 gektarni 200 mingdan qilayotgan ekan. Hozir dron nimachi bilan gaplashdim, dronchi bilan ochrat kunduzi ochrat olib bo'lmaydi. Shu dronchiga iltimos qilib, fermer akalar iltimos qilib pulini topib olib keldilar. Soatini yarim kechasi bo'lyapti. Dron yoqib uchirdi, o'zi dori sepyapti. Shu yerda kelayotgan bo'lsa agar o'zi dorlashni boshlab bug'doylarni. Akani qo'llarida dronni video bosam beradi aka. Video bosam beradi. Instagram kanalim borda qo'yaman. Dron olsangiz mayli, men olmayman. Yo'q, olmayman. Gektarni qanchadan bilasiz aka? Gektarni qanchadan bilasiz? Ha? 200 mingga. Bu qanaqa nima kasalliklarga qarshi dorilanayapti? Kasalligi, qasvaga qarshi. Ha, shuni qursa. Kasallik boshlanmoqda. Vitamin ham, mineral nimalar ham o'lsangiz bo'ladi, ha? Mana servisni apparat bilan boshqarular ekan. Bundan funksiyasiga nima qilib berasiz? O'zi yo'nalish berasiz, suv uradi. 1 gektarga qancha suv rasxod qiladi? 40 litr. 40 litr, ha? Nimasi ham yon qissasi ham 40 litr, ha? 40 litr oladi. Ha. Ancha nimani ham usulni ham tejaydi, ha? Bosmaydi usulni. Ha. Men nimaga internetga qo'yaman, nomeringizni bilsa ayting, yozib ketaman. Kerak bo'lsa telefon qilaman. 33 kodi bilan. 33lik kodi. Nechi? 600 44 71, ha? 44 74 644 74 33lik kodi. Aka bemalol murojaat qilaversizlar, chiroyli qilib dorilar beradilar. Dorilarni o'zlari olib keladi, ha? Kim zakaz qilsa, ha, faqat siz dron xizmati sizdan. Bo'ldi aka. Sizga dron xizmatlar kerak bo'lsa, agar shu dorilar xizmati bemalol akaga murojaat qilaversizlar. Kelib dorilar berasiz. Dorilar beradi, mana. Dronning ishlash jarayoni 1 gektarga 40 litr suv ketargan. 1 litr nima? Sizlarga dori. Zapravka qiladi, endi zapravkasi tugadi. Zapravka qiladi. Oldinroqdan borib ko'rsataman hozir.
zaryad bilan ishlayapman. Hozir bu yerda batareyasi zaryadga qo'yilgan, dvizorka ishlayapti. Ovozi ham pasaydi, o'chirdildi aka. Ancha hosildorlikni oshiradi. Bug'doyni bosmaydi. Oldinlari shu traktorda qilinardi. Suvni ham nima rasxod qilmaykan. 1 gektarga 40 litr suvga 40 litr suv qo'yish. 1 litr shu qo'shiladigan dorisi ishlatilar ekan. Hozir xasva kasalliklari, zang kasalliklariga ancha foyda qilar ekan. Shunaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, agar shunaqa ma'lumotlarni har doim bilib turishingiz uchun kanalga obuna bo'ling. Yaxshi nasib etsa bundan keyin yaxshi chiroyli kontentlar qo'yib borishda davom etamiz. Sizlarni qo'llab-quvvatlashlaringiz bilan nasib etsa, Xudo xohlasa video yoqqan bo'lsa, agar kommentariyaga fikrlaringizni qo'yib like bosishni unutmanglar. Barchaga rahmat.